Salomlar. Men sizlar bilan hozir horror video olaman. Juda ham qatyapti telefonim. Hozir biz juda ham qatyapman. Hozir biz bitta maxluq juda ham ko'p bir qadamdan ovoz eshitilyapti. Men revolverlarni xullas ashi revolverni ashlardi. Qarorgohdaman. Mana menda narsalar bor. To'pponchada o'tsammikan, kalashda o'tsam yaxshiroq bo'lishi kerak. Menda narsalar juda ham ko'p. Ovqat ham bor albatta. Bular kerak. Nyap. Ana registratsiya. Necha? Oy! Registratsiya juda ham ko'p berdi. O'qlaymiz. Bo'lmasam biz revolver. Revolverni biz qaroqchi. Hozir uni otib o'ldirdik. Biz hozir bitta maqsadni aytmoqman. Bitta to'pda sehrgar topishimiz kerak. Anaqa tushadi-yu. Stiv, qoch. Creeper. Maxluq. Mana maxluq bor ekan. Aytdim bitta maxluqlar ko'p deb. Qaranglar, arla. Aralama ekan. Aralama tapillasan. Sekin. Biz hozir topishimiz kerak. Stivlarni ham o'ldirsammikin? Ular o'larmikan? Stivlar. Nimadir dedi. Eshitgan bo'lsanglar nimadir dedi. Apiti-pati-pato dedi. Bu men jonimni ko'paytirar ekan xolos. Yo'q, qoch, o'laman. No! Juda ham qo'rqinchli. Bu narsalarni tezda kiyib olishim kerak. Juda ham qo'rqitdim. Meni o'g'limni qo'lini vaqti kelyapti. Vashshi qo'rqinchli ekan. Bu horror video. Halam shitda bo'lish kerak. Qoch. Qoch. Qilish. Yo'q, kalash olish kerak. Kim apti bekkacha? Qo'rqoq. Meni o'qadi. O'qogan meni o'qib ketdi. Yaxshi. O'qladim. Stiv ko'rinib bo'lsa. Tezda o'tiraman. Stiv, yo'qqa maxluqlar Stiv bu. Oddiy Stiv emas. Xo'sh, otish kerak. Muchallab turib. Kallasi yaradi nimagadir ular pistoletdan joni ketmayotganda. Afsuski pistoletdan jonlari ketmar ekan.
Buni o'qi yo'q ekan. Bo'lmasa pichoqda solamiz. Ko'rasan. Bu kalmanlarni qopdi. Qoch. Oz kep bo'lsa yomon bo'ladi. Tezdan motobilga sindirish kerakmaydi. Motobilga nimagadir ishlamay ekan. Tezda sindirib qallasam. Hech bo'lmasa qilishtirib bo'laman. Bularni qanday yengaman unaqa bo'lmasa? Sozlamalarga kirib to'g'rilaversammikin? Sozlamalarga kirib bitta to'g'rilaveray. Ancha to'g'rilaveramiz. Mana nima ekan? Shunda joyga. Hech bo'lmasa shunda joni ketsin. Agar to'g'rilanmasam ishtimani bo'lmaydi. Qanday o'ldiraman? Bu meni maqsadim ularni o'ldirishga emas edi va bo'pti. Sizlarga bir marta o'ldirib ko'rsatib beray. Endi jon ketamikin? Qilishmaysan, chiqarishmaysan. Endi nima qilishasan? Nima bo'ladi? O'z bittasi orqamdan kelib bitta tushiraversa, o'zim yomon bo'lardi. O'qlayamiz. Bo'lyapti, joni ketmayapti. Mana ulardi. Juda ham kuchli ekan bular. Bir dona ham joni ketmayapti. Ulardi. Lekin maqsadim boshqa. Nima urmayapsan? Habibni maqsadim qarayman. Yo'ldan chiqib bo'lsa qanday o'ldiraman endi bularni. Men qaror yo'qimga kira oladi. Skelet qaytdi. Mana skeletlarga ta'sir qiladi, ular kuchli ekanda. Skeletlar o'ladi bittada. Allar topimga men jo'nga yo'l. Qayta bo'lishi mumkin. Yaxshi. Qayta bo'lishi mumkin. Bilmaysizlar qaytaligini? Gapiryapti, qochish kerak. Bitta joy yo'qda boshqa. Mana ustunlar. Stop. Sizlar sezdinglarmi nimadir-da? Bitta o'zi. Men mana to'xtab turinglar. Bitta narsa. Ha. Sizlar sezdinglar, men sezdim masalan. Mana qaranglar. Mana ustum kichkina. Mana ustum katta. Nimaga? Hozir ko'ramiz, lekin maqsadim sizlarga yana bir bor aytaveraman. Maqsadim to'pda sehrgar topish, sehrgarlardan atam yoshlarni bitta chopib ko'ramiz. Chopamiz. To'g'rilab Lili. To'g'rilab qo'yaman desam, nega bu eshik chiqdi? Bu eshik orqasidan o'tiraverdim. Jonim yordi. O'zim tutib kerak.
Nimaga jonim ichari o'ldirardim uni. To'rtta sehrgadan farq chiqarmasa, qanaqa o'yinchiman? Yoqqa kesing. Birinchisi tamom. Buni mana qo'lga olsa, juda yaxshiroq. Yamiz. Buni mitti qonsam mitti. Mittilar topish qiyin emas. Qanisa mitticha hammani. Dio, qanchalik. Yo'qol aşağı çıktı. Buraya. Umarım cinle ruhluca. Onu basan. Oyun kaçırıyor. Mana maşkala. Nihoyat bizi bitta yiqilgan ishimiz ham tugadi. Bet tozaladik bulardan. Menga mashina aytishdi. Endi boshqalar mahluqlar yo'lda ketadi, kuchliroqlar qurolda kelib. O'zi mendan unchalik kuchli qurol yo'q ekanda, berishmadi menga unaqa kuchli qurollarni. Mayli. Hammaga xayr. Like bosib, obuna bo'lsanglar kanalga. Hammaga xayr.